Ishim yoqmayotgan bo'lsa, bugunoq bo'shayman. Qolgan oyligimga ham roziman sadaqa sizlarga. Qanaqa boshliq Sattor aka, majgini kultuvasiz qilmang. Dadasi, tinchlikmi, nima bo'ldi? Olsa ishini oladi. Ishidan ham bo'shadim onasini emsin. Siqilmang dadasi, kerak bo'lsa o'rniga mana men ishlayman. Kiring ovqatingizni suzib qo'ydim. Rahmat onasi, yaxshiyam sen borsan baxtimga. Endi asab buzarlikda bilasan-ku. Dadasi? Ha, ayasi? Sizlarni deb ishlab yuribman. Kutib olishni ham bilmaydi bular. Ayasi? Dadasi? Ya, ha, ayasi, ukangga tegmay tur. Bolalarning ovozini o'chiring, baraka topkur. Ayang ishdan charchab kelgan, dam olyapti deng. Ayang ishdan charchab ketdi, dam olyapti bolalar. Dadasi, zavtrak tayyormi? Ishga ketishim kerak, kech qolaman hozir. Hech qayerga ketmaysan, zavtrakni o'zing tayyorlab bor. Uylarni yig'ishtirib, bolalarning ovozini o'chirib, kirlarni yuvib, dazmollab, tozalab o'tirasan. Iye, men ishlamasam ro'zg'orni kim boqadi? Enangni eri boqadi, men boqaman-da. Instagramda yaxshi niyat degan profil topib oldim. Ularda uy yoki hovli garov asosida mikroqarz beryapti ekan. Jismoniy shaxslar uchun 300 milliongacha, tadbirkorlar uchun 1 milliardgacha. Olish juda ham oson. Atigi 3 ta qadam. Birinchi qadam telefon qilasan, ikkinchi qadam garov rasmini yuborasan, uchinchi qadam mullajiringni qurtday sanab olasan. Men o'zim o'ylab yurgan biznesimni boshlayman. Assalomu alaykum dadasi, zavtrak tayyorlab beraymi? Bolalar, Jimila, dadalaring charchagan. Ha, endi bundan buyog'i hamma narsa biznes bo'ladi.